bilan o'sha Wizard Gamer bugun sizlar bilan Squid Game o'ynaymiz. Ancha bu o'yinni ko'pchilik bilsa kerak. Bugun zevkmisizlar degan umiddaman. Yaxshi video olishga harakat qilaman bugun. Oldingi videoda battalay bo'libdi. Iltimos bundan like bosib qo'yinglar. Keyingi qism unda 5 likedan keyin bo'ladi. Yana oldingi qismini olaman degandim 4 likedan keyin. O'sha 4 like deb 10 likedan keyin. Hozir sizlar 4 like qilib yana 6 like qilinglar, shundan keyin keyingi video. Bolalar iltimos 6 like keyingi video. Iltimos bola obuna bo'lib qolinglar. Keyingi video qanaqa nimada bo'lishini kommentga yozib ketasizlar. Hemen oyunumuzdan boshlandik. Bolalar sizlarga bitta savol beraman, kim topadi? Qaranglar bolalar. Militsiya yo'lda ketayotgan ekan. Militsiya keyin qo'rqibdi. Yo'lda shifoxona, maktab bilan bitta uy yonyapti ekan. Unda militsiyachi unda nima qilish kerak? Kim topadi? Topganga bitta obunachi bilan video olaman. Kommentga yozib ketasizlar javobini. Birinchi yozgan bilan o'ynayman. Deb o'yin boshlandi. Yaxshi o'ynayapmiz. Men nima qildim? Baribir bo'ldik. Yo'q ekan. Mayli. Mana birinchi o'yinda bo'lib turadi. Bitirildingmi? Dai bolalar. Voy! O'tdim, ishim yo'q. Ay! Qancha qal. Ketdik bu yoqqa. Şöyle yo'qotish kerak. Keyingi videoni men hemen Vox deb hali oldingi o'yinga chiqdik. Hozirgi o'yinga kiramiz. Lekin sizlar like bosinglar. Faqat sizlar like bosinglar.
Keyingi videoni Rainroad'dan olamiz. Bo'ldik. Aha. Ronaldo'nun muxlislari men kanalimga like bossin. Agar Ronaldo'ni yomon ko'radiganlar esa kommentga yozsin. Ronaldo'ni yomon ko'radiganlar kommentga, Ronaldo'ni yaxshi ko'radiganlar like va obunani bosib qo'ysin. Bo'ldi. Lovi yurakki. O'shani nima? Kim Sichu? Qaysidir koreyalikmi deyman. Mayli. O'yin boshlandi. 2 minut. Kan boshlan. Kim ekan Glassmaker? Vah! Men bo'ldim. O'lish kerak emas endi. Endi o'lish kerak emas, nima bo'lyapti? Turib oldingmi? Dur ketdik. Wi-Fi chiqyapti. Şimdi karokka boraylikchi. Sal qotyapti internet. Endi qotdi bolalar. Buncha ehtimolimiz ko'p. Olmaslik kerak. Rome qoldim. Hayran bo'lyapti deydi. Yugur. Yugurish kerak. Kuzamiz bo'lmasa. Tezroq. Tezda. 2 saniye. Day ozgina. Epladim. Yana eplolmadim. Vay, bu sefer ham eplolmaganimni. Chalya omadsiz bo'lamanmi? Mayli, boshqa o'yinga o'tamiz. Cho'ta internet sil qotyapti. Chiqdik. Kech kirdida internet bo'lmaydigan joyga boryapman. Men ham keling yaxshi. Nima deysizlar endi? Tapda obunachimki bu. Andrejamda ozgina. Jamda bo'lgandi. Mana shu.
Menga go deb yozib yuborgandi-ku o'sha obunachim-ku. Garchi bu ukamga kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. YouTube'ga kirib, kommentga kirsanglar yozib turgan bo'ladi. Xolos bola, men bunga anu deyman-da men. Men bunga hozir video olyapman. Obunachim deyman. Agar orqamdan kirsa. Druzyamni mo'su bo'lganlar. Mana hozir ko'rganlaringdek. Brain o'ynaymiz. Agar Brainni obunachi, lekin boshdan kuchaymaymiz. Davomidan o'zim kuchaytirib qo'yganman-da. Ko'rsatib turaman endi. Ko'rsatib o'taman. Ne qilib? Necha kuchaydi ko'rsatib turaman. Qanday chizsam bo'larkan? Ko'rsataman. Ana shularni. O'tyapti hozir internet. Bizda internet qotyapti. Vallahi bo'lmasa shu qismda yakunlaylik desam bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Chunki hali uncha ko'p ham olganimiz yo'q.